Vaqt topsangiz, boradigan mullangiz bor-ku, o'shanga borib keling. Nima bo'ldi? Juda qo'rqinchli tush ko'rdim-da. Sahar payti ko'rdim, oyijon. Qo'shni xola nuqul bizning derazamizga tegib kelib, men bilan keliningizga baqiraverar ekan. Rosa qo'rqib ketdim o'zim. Men senga qo'shni xola bo'ldim. Sen ham uylanib, aynishib boshlading, bola. Agar rahmatli otang hozir tirik bo'lganlarida meni sallaga masxara qildirib qo'ymasdilar. Choyingga ham. Oyijon, to'xtang, hazillashdim. Oyjon. Oyijon. Voy, xafa qilib qo'ydingiz oyjonni. Qo'yaver. Meni sendan qizg'anyaptilar. Shunga asabiy bo'lib qo'yganlar. Nima desalar xo'p degan xonmi? Shunda hammasi joyiga tushadi. Mayli, men ham ishga bora qolay. Yana oyijon bilan urushib, quvvat-urushib qilib yurmang, tushundingmi? Men onamni yaxshi ko'raman, bilasan-a? Men jim o'tirishim mumkin, lekin oyjonni o'zlari hadeb mendan kamchilik qidiraveradilar. Senga ayb kimda demadim. Har qanaqa vaziyatda ham tiling tiyib yurgan. Shunda olam Guliston, tushundingmi? Mayli, men ketdim.